93 Qurban Hayit arpisi. Mening Xudo bergan bir parcha etizim bor. Har qitimqi hayit arpisida men yovu o'tjetlarning istiqbolsiz o'sishini, qushqochlarning arzimas kichikkina hayotini, o'zimning asta-asta uzrayotgan soyamni ko'zitaman. Atsi badanimdagi tuklarning bir hassi ko'payganligini sezaman. Barmaqimga yarashmagan bir tal üzük, qadimdan qolgan tetiqsiz bir naqsha olqinimda berikidu. Men mana mushundoq pishib yetilaman. Texmi rahimsiz va texmi parvosiz bo'lib ketaman. Ba'zida gazir chiqib ketayotgan bir to'p balalarni uchirtib, anjur darxining sutranglik shirnisini yoki at kiydigan yangi kiyimimni o'ylashim mumkin. Balkim sana deyman, mening onam kafir emas. 1993 yil may, Beijing.